Hammasi o'zi sog'lig'ingga to'g'ri kelmaydi-ku. Olmaysiz. Yo'q, men to'xtang, bitta savol. Bilamay turing. 2017-yil prezident qarori bor. Undan mendan ham ko'ra siz yaxshiroq bilasiz. Xalqdan ham ko'ra yaxshi bir ogohlantirish xatini sizni pechatingiz bilan pasportingiz bor, to'g'rimi? Nima uchun 2017-chi pul ajratdi shuncha milliard? O pul qayerga ketgan? Siz bilmaysiz. Nima uchun shuni tagiga tushib ko'rib keyin ogohlantirish bermayapsiz? Ajratadigan joy. Nima uchun parda orqasida turibdi? Savol. Parda orqasida turibdi. Ta'mirlashga. Mana shu holatga kim qoldi o'zi? Xabarim yo'q. Nima uchun xabaringiz bo'lsa podpis qo'yasiz? Nima uchun pechat qo'yasiz? Bu bozordan narigi bozorga o'tinglarni podpis qo'ying. Nima uchun qo'yasiz? Nima uchun qo'yasiz? Nima uchun qo'yasiz? Ogohlantirish beryapti. Ya sizdan to'xtang. Bir tur non so'ramayapti. Jonim opa. Men men mana bordim. Mana bugun ham rahmat ediyorum. Shuncha xalq shu yerdan non yeb turibdi. To'g'rimi? Biz olganimiz yo'q. Yo'q, tushunib so'ra, to'g'rimi? Men nima uchun? Men ham o'zimni anomni vazifamni bajarib qo'yib beraman. Sen aytmasdan nima uchun ko'chirasan deyish mumkinmi? Shu uchun men ogohlantirish. Meni bitta ber. Ber, meni bitta ogohlantirish. Siz to'xtang. Shu qarorni bilasiz. Kirish kerak bo'lmadi. Menga qarang, rais bu. Shu qarorni bilasiz. Kim yeganini ham Rais qarorida turibdi. Yeganini bilasiz. Ishchilar xodimniki. Xalq biladi. Siz bilmasangiz mumkin, olib qochmang o'zingiz. Bozorni Nima uchun podpis qo'yasiz? Nima uchun? bozorni buzaman deyapti. Yerdan ko'rib turadi, qarang. Xudo rizq bilan tug'diradi, beradi. Sizni farzandingizni men ham qaysidir bir ona sizga o'xshaydi, ona tuqqan, rizqim bilan tuqqan, rizqim shu bozorga qo'shilganiga kelib turibman. Ertaga ketsa men qayerga qo'shilmayman. Balaklar yo'q. Birinchidan. Hozir siz yo'q deb hech narsaga garantiya qo'ymaysiz, men ham garantiya qo'ymaganim. Bugungi kunimizni o'tganini shukur qilaman. Ertaga ular yana tushunmaydi. Rizqim qo'shilgan. Mayli, bormang. Balki boshqa boradi. Boshqa borib o'sha ishlasin. Bu bozorga ishlasin. O'zi ishlatadi. O'ntadan magazin olgandan majbur qilib odamlarni berib ketdi. O'ntadan borib odamlar magazinda. Bozor eski bozor ishlashsa kerak bo'lsa. Yana aytaman, erta qanday ishlagansizlar, savdo bo'lganmi, bo'lmaganmi, keyin bo'lmasa ertaga agar katta kelayotgan bo'lsa, erta hammamiz kelamiz. Yo'qmaysa, erta sanitariyadan qilamiz. Yo'q, erta sanitariya deyil. Ertaga Onajonim ertaga hamshagini santani der. Endi menga qarang, gapingizni bo'lsamanda. Ko'chirish kelsa, meni o'zim sizlar ko'chirmayman. Ko'chirish kelsa, rahbariyatga kimdir keladi. Kelsin. Bepul bo'lmaydi Marjon. Bepul hayotda tushunmayapsiz. Bepul bo'lganda ham savdo bo'lmaydi. Payshanba kunga kim mas'ul berdi? Kim javob beradi? Payshanba emas, erta o'zi aniq bo'ladi, opajon. Ertaga yo ko'chasizlar, yo ko'chmaysizlar. Ertalab kelasan, Yuragingizdan astani. Men ham o'zim javob beraman. Menga qarang, rais boy, ertaga darvozani yopib tashlab, qani kiramiz? Men norozi bo'lsam meni yana beraman. Ertaga men sanjarlik qilib yetilakka men bir o'zim ona ko'chinglar demayman-ku. Ko'chlarni kimdir keladi. Menga qarang, Men bir o'zim qilmayman-ku. rais boy, ertaga biz kiramiz, darvoza yopilsa qayerda kiramiz? Eshik bo'lmasa teshik bo'lmaydi. Ertami? Erta gapirganim bilan eshik turibdi, mana ko'chaga ko'chirsa keladi. Ko'chaga qilmang, ichkariga bormaydi. Necha bo'ldi kirdi. Menga qarang, bir Ana vaqtlar keladi demayman-ku. rais boy. Rais. Teshik yopilsa teshikdan kirasan deyapsiz. Yopilmaydi. Teshik bormi bu yerda? Hamma joyda muzlab tashlagan. Nima qaror kerak? Nima qaror? Sanitarni qarori bor. Sanitarni qarori bor. Bu sanitariya yer o'zi fazilatli bo'ladiganlar. Yo'q, sizlar bozorda yopadigan qaror kerak. Bozorda yopadigan qaror kerak bizlarga. Qarorim bor. qarori bo'lsa,
Har doim emas-ku, bir umrga emas-ku, bir kunga. Payshanba kim mas'ul? Shuni ayting bo'ldi bizaga. Menga qarang, jurnalist opa. Siz menga tilingni ushlayman demang. Men tilimni ushlayman deyotmang. Ertaga kelasiz, aniq bo'ladi. Qaysi? Aybek sizchi. Mana bozorimiz buzilyapti. Har bir savdogarning oldida bittadan xok qanavi. Militsiyalar. Mana. Hamma qilyapti.